Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari, yana bir bor juma muborak. Xullas Malibu XL ni narxi yo'lida kelib qoldi. Shuni darrov e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdik. Ko'ringlar. Malibu XL 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bozor holini o'tkazmaydi. Bozor holini o'tkazmaydi. Tez zavoddan yetishing. Bozor holini o'tkazmaydi. Tez zavoddan yetishmasangiz Mashina 71 ming yurgan. 4 ta balon yangi holatda ekan. Balonlar. XL. İki turbinali Malibu 2XL minaman deganlarga 2023-yil. Bitta Krillo'da, bitta eshikda pitno bor ekan. Salon holatlari. Mana lyuklari. Ikili motorda bo'ladi. Hop. Motor. Zapaskalar. Xullas, mashina sotuvda. Hop. Bu mashinani 24 ming dollar. Yana ozgina kamini ham qilib bersak bo'laveradi. Ko'ringlar, bu mashinamizni devo mashinalarga barter 10 ming 12 ming pul borlarga bank ham qilib bersak bo'laveradi. Malibu 2 2023. Ko'ringlar, yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Marhamat. Mashinamiz sotuvda. Ko'ringlar. Xo'p. Bozorlarimiz ham yengillab qoldi. Juma payti ham bo'lib qoldi. Ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa aloqada. Salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat. Aloqadamiz. Salomat bo'linglar.